4-adil, ya'ni o'rta qalovfiga qaraydi. 12-maktabdan o'tganimizdan keyin chap qo'limizda, ya'ni 2 etaj bog'chaning yonida. Bu yerda maktab bog'chaga yaqin, bog'chamiz ham tibinda. 10 sotikli uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'rib turganingizdek, vodoprovodlar kelib turibdi, gazlar ham kelib turibdi, to'qlar ulangan hammasi. Yanında yerlari bor, orqa tarafi ko'tarilgan bir qator. Oldi taraf ko'rsatsa bo'ladi. Chetaklar qilingan shipirdan, uy ham shipir qilingan. Mana shu otizning o'rtasidan bo'linadi. Ko'rib turganingizdek, zo'r yerlar, ko'garib turibdi, yig'ilib o'tirgan yerlar. Arqa tarafidan mana qo'shimcha ko'tarilgan. Burga yana ham qo'shimcha o'zingiz palashtirib, yana ham ulab kelsangiz bo'ladi joyda. Arqa tarafi mana shu hovuzgacha, mana shu o'rimiz hisoblanadi. Ko'rsatsa bo'ladi, manaki. Bo'rimiz mana shunday deb, mana otizning o'rtasi bilan ketiladi. Arqa taraf uyimizni. Endi uyning ichki taraflarini bir qator ko'ramiz. Oldi tarafi ko'rsatsa bo'ladi, eshiklari temir eshik. Bu yerimiz kirgan joyimiz bunaki. Ko'rsatsa bo'ladi. Mang'itda tadbirkor akalarimiz bo'lsa, mana shu mebel alohida sotiladi. Oldi tarafindagidan bor hammasi. Bo'rimiz mana kirgan joyimiz. Bo'rimizni bo'lib bir xona qilsa bo'ladi, zal qilsa bo'ladi. Bo'rimizdan sharoit plandan. Uyimiz shpagorovkada turibdi, to'g'ri aboyda o'shtiraverasiz. Bu yerimiz bunaki bir xonasi, peshlari bor. Ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerimiz manaki bo'rimizni kuxnya qilib qo'yilgan, vodoprovod kelgan. Mana shu. Bu yerimizda yana bir xonasi, bo'rimizda bo'lgan bo'lsa, mana shu mebel, bag'ana mebelning qolgan qismi bu sotiladi, xudo xolasa. Ko'rsatsa bo'ladi. Manaki bu yerimiz. Bu xonalarimiz gipsokartondan bo'lingan. Bir qator ko'rib, nima qilib olsangiz bo'ladi. Pollardan chiroyli etib qilingan. Bu uyimizning narxini keltirib olmasak, bu uyimizning narxini 250 million so'm aytilyapti. Yana aytishib, tortishib kelishadigan yerlari bor. Va xolasa, pulimizni notariusda so'raverasiz. Hammaga yaxshi kayfiyatlar bilan Mang'it kanali. Bizni kuzatishda davom eting.